Musul faaliyet katnaşkanlığından to'liq ishondim. Bu balda bir alaylı bayqash iqtidoriga noitim ol. Bir şirket kurdu deganingizda qanday shirkat qurib Xiyallari g'oyasi intayin zo'r. kelgandan keyin da qarasam hali cho'ng chiqishlar. Yosh bolalarımızdan g'ayratiga adını qo'yman. Sizlarning yeshimida shunday ishni qilmoqliginglar men o'zim shaxsan hayron qoldim. Endi hozir jamiyat taraqqiy qilyapti, o'zlik taraqqiy qilyapti. Abay Adilmejit dedi bizga besim ko'p. Ahvallarını sözüldü. Şendirip koydu. Ras, nurgun neslerini güçlenmeyimiz. Demek müştak sözlerge vaqtida sizlar uchun bir mo'l tajriba bo'ladi. Davlatimizga ham butunlay dunyoga bir ta'sir ko'rsatgandek yaxshi filmlarni ishlab chiqarishga ko'zab video ishonchim bor. Men shaxsan o'zim bundan keyingi qanday ishlarimlar bo'lsa, mening qo'limdan kelishicha men yordamim bo'lsin. Belki hayatımın basman qadamlarda bo'lsin, bir yaxshilik gullar unsin. Emniyette biz Uygur halkı naydımı talantlı, naydımı akıllı, naydı adımgerçiligimiz var bir millet. Bu gapning qilchaligini yo'q. 100% mumkindan chiqdi bu gap. Ular bu ishda haqsiz hamkorlashib, sinashib